Mercedes kompaniyasining bir maqsadi bor edi. Bir umrga chidamli mashina ishlab chiqarish va 1984-yilda W100 motor yaratildi. Bu mashinaning kuzovidagi har bir chiziq, har bir detallari havoni shamoldek kesib o'tish uchun Mercedes kompaniyasi faqat avtomobil muhandislarini emas, balki samolyot muhandislarini ham chaqirdi. Natijada W100 motor dunyodagi eng ideal aerodinamikaga erishdi. Bu mashinaning aerodinamikasi o'sha davrdagi superkarlarnikidan ham ancha yaxshi edi. Ularga даже bu orzu bo'lgan desa ham bo'laveradi. Bu mashina sotuvga chiqarilishidan oldin 1 million kilometr tog'da, issiqda, cho'lda, qorda har qanaqachasiga sinovlardan o'tdi. Germaniyada maxsus testlar qilindi. U yerda W100 motorlar 24 soat davomida uzluksiz 250 km tezlikda yurib, sinovlardan o'tishdi. Bu taxminan 10 yillik muddatga teng sinov edi. 10 yillik sinov davomida biror marta ham motor ishdan chiqmagan, ta'mir talab qilmagan. Germaniyaning A8 trassasida sinov mashinasi 1,5 million kilometr bosdi va eng qizig'i 3 marta yonilg'i filtrlarini, 1 marta generator kamarini almashtirgan xolos. Yevropa yo'llaridagi avariyalar statistikasiga ko'ra